Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. Həftəlik xəbər analizi proqramımızı görüşünlərini qarşı alımız. Mən Abdullah Yalğın. Qadirli görürmənlərimiz, bugün 2026 yılı 14 mart şənbə, hər şənbə günü bir həftə cəryanı bulub ötkən ən mühim xəbərlərini qısqa analiz qan şəkildə mütəxəssislərimizdən analizlərini, fikirlərini ağan şəkildə huzuruna sunuvatımız. Qeynundaqda bu həftədəki xəbərlərimizdən mavzularını görüb ötəyli aldı bilən. Xitay konsulxanası Ramazan ayını saxta təşviqatı üçün qollandı. Trump Xi Jinping uçuruşundan keyin Tayvanga qoral setiş planlanğan. Xitayning atalmış Millatlar İttifaqlığı qanuni xalqarada küçlük g'ulg'uli qo'zg'adi. Bu va bundan boshqa bir xabarimiz bor inshaalloh. Undaqda davomlashtirsak, boshlab ketsak. Xitay konsulxanası Ramazan ayını saxta təşviqatı üçün qollandı. Qadirli görürmələrimiz, əlbəttə, təcavüzçülərin vətənimizin içində, sırtıda qılıbatqan sanaqsız tətir təşviqatı, cinayətini yepiş uğrunuşları toxtavsız davam qılıbatıdır. Amma əfsus ki, düşmənin qılıbatqanını toğru düşünüş. Əlbəttə, o düşmən bunu süpürü bilən, bütün rəzillikini, bütün pəskəşlikini toxtavsız qılışı, onun bizə düşmən bunu süpürü bilən normal bir nəsamdı. Çünkü düşmanımız. Ama her daim meyli vətəndən işçilikini qoyamdı, məcburlanğanda o bu deyimiz. Muhacirətdə, sırtda, çət əldə, erkin dünyada durup, şu təcavüzçülərin ki, bu şu rezil siyasətdəki cinayetini yepiş urunuşlarına, şu məzlum millətin, şu zulümlə bivas tatıb atqan manqurtlarının bu millətin içindən çıxan, bu şundaq səhni bu bölüşü, bulağı masleşip bölüşü insanın içine en için durduğun yürkümüzü püşüleydiğen mesela. Her daim bunda xəbərlər çıxqa vaxtıda əlbəttə ictimai fikir bastırdı mı qatlıq nəpirət qozğaydı. Bütün milletimiz tərəfindən nəpirət qozğab kiliyatqan bir hadisələr. Amma numus deyilğən tuyğu, vicdan, hiçbir nəsə qanmağanlıqa məlum bulanın ki, mana şundaq qırğınçılıq davamlaşıb atqan Ramazan ayıda vətənimizdə xalqımız roz deyilğən nəsini erkin tutuş emas, məxfi tutuşqı qiyinlib atqan bir şəraitdə bu numussuz Xitay baş konsuli, İstanbul baş konsuli İstanbulda yaşab atqan bir qism manqurt Uyğurlarının ki, ailesini ziyaret qılıb köz boyamçılıq qilishqa urundu. Ailesi və iş organlarını ziyaret qıldı. Bu xəbər Xitayning İstanbul Turkish baş konsulxanasının organ tor betida berildi. Aldın qapda baş konsul Wei Xiaodong'un ki, Xitaylarning yeni yıl bayramı ve Müslümanlarning Ramazan ayı münasibeti bilan. Xuddi Müslümanlarning Ramazan ayıga ko'ngil bildigan qarab qayli. Hem tashqi dunyoga berib atgan hiyligarlikka, aldamchilikka qarab qayli. Biz mana shundaq yo'qlaymiz, shundaq ittifoq biz deb bu pastkash ko'rinishlarni berib atadi. Numussizlarcha bular shu yerda turib atadi Xitoy bilan. Az sonliq millat muhacirlerini ziyaret qilganligini ba'di Xitoy to'rbetida, organ to'rbetida konsulxonaning uyiga shirkatkor xalqlarga berib, ularning bayramini tabriklaganligi, hal so'raganligi. Vatandimi o'xshash safsata tashviqotlar. Aholilar Kommunist partiyasining u narsa, bu narsa xalqni yo'qladi deb u yerda bir ko'z bo'yamchilik qildi. Chet elda buningki yollanmalari bu shaklda qildi. Xəbərdə yana Wei Xiaodong'un onların turmuş və xizmət əhvalını ilgiliganligi, ularni atalmış vətənini süyüş, yurtini süyüş ənənəsini cari qıldırışqa Xitay hikayesini yaxşı sözləşki rəğbətləndirganligi da'vo qilingan. Xitayning İstanbul Turkish baş konsulxanası əlbəttə yaqinqi məzgillərdə qançılığan qitim kun tərtib keldi bularning qilib atgan, Türkiyədə qilib atgan hareketlerini biz devamlı halete berip duruyoruz, huzuruna sunuyoruz. Müşüncü valla qırğınçılıq cinayetlerini perdalaş. Türkiye'deki Türk halkının mı ulanın ki məlumatını qaymuqturuş, Şərq Türkistan'a boğan qızğınlığını suslaştırış için bütün Türkiye'nin her qaysı vilayetlerde toxtumay çepip yürüp atqanlığını hemimiz bilimiz. Her daim yani. Bir gün tutmay bu tecavüzçüler şundaq hareket kılıp atıdı. Ve bununla maslaşıp ilgilenmemesi şu
Her xil yığın orlaştırış, meyli konsulxanda bolsun, sırtı bolsun veya ki mana şundaq təşkillep durup, Uygurlarga telefon qılıp, ömek təşkillep, köz boyamçılık ziyaret orlaştırıp ötkendim. Bunu küçlük bir golgulu qozgan mesele boldu öz vaqtida hammalarga ma'lum bolgandek. Mana şundaq toxtawsız bu cinayetlerini yepiş üçün hərəkət qılıp oturdukday. Əmdi Ramazan ayi yetip gelip, u yerdeki ahvallarını görüp duruyatmaz. Halkımızın qandaq xorlanıp atqanlığı, biz ötken haftalık xabarimizden ba'di aşağı işiltiş, näminäligi har xil yığınga orlaştırıp eliş, gazir bıçaqni aldığı töküp bir peskeşler çıqılıp atqan, har xil Xitayning mushuk bayramlarini ötküzüş üçün aşında sat kiyimlerini kiygizip halkımızın u yerda avar qılıp, her günü milletimizden, halkımızdan bir minut bika vaqtini qoymaymış Ramazan gündüzlerde qılıp atqan peskeşlikini körüvatımız ictimai uçurvatlarda teşiğe çıqqan görünüşlerden. Vatanning içindeki ahval bu. Sırtda mana şundaq cinayetini yepiş üçün qılıp atqan teşviqatlary davamlı holatda toxtawsız davam qılıp atdı. Meyli Türk axbaratlarda bolsun, Arab dünyasidagi ta'sirga ega bir qism tor məşhurlarının Uygurlar üçün avaz çıxırışı və alaqadar məzmunlarının alahida körülüp Xitayni bir aram qılıp atqanlığı hem ma'lum bir tarafdan. Çünkü toxtawsız davam qılıp atdı. Xitayning bulunmuş Ramazan ayida qılıp atqan bu cinayetleri golgulu qozgap atqan bir paytda Xitay baş konsulluğu bu körünüşni, bu haqiqatni yepiş üçün mana şundaq milletimizin içinden çıqqan manqurtlardan faydalanıp durup köz boyamçılık qilish hareketini elip berip atqanlığı elbette insanı içindirdi. Bularga milletimiz elbette hiçbir zaman unutmaydı bularninki. Muşu Xitayning yanında muşuna oturup numussuzlarca muşununga ya insan oylap kaldı insan bazdı. Muşu suratga bir düşüp muş tajavuzchining yanında turup qalishdan ölümni a'lo ko'rish kerak aslamda. Muşuna bir erkin dünyada turup ama numussuzlarca bular qila oladi mana. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, Trump Xi Jinping uchrashishidan keyin Tayvanga qurol setish planlangan. Elbette Tayvan meselesi davamlı holatda kun tartibida turayotgan masalalarning biri qadrli ko'rganlarimiz. Rayondagi Xitoyning tajovuzchiligi kun siri eshiayotgan harakatları elbette rayon davlatlarini nurg'un tadbir elishga qistayotgan masala. Bu qatim Amerika hukumati Tayvanga vatanparvar 3 tiplik ilg'or boshqarilgan bomba sistemasini o'z ichiga olgan umumiy qimmati 14 milyard dollarga yetilgan qurol yarog' setib berishga tayyorlik qilayotgan bo'lib, Trump Xi Jinping uchrashishidan keyin tasdiqlandi ekan. Reuters agentligining 13 martdagi xabariga asoslanganda bu qatimliq qurol yarog' setish plani Amerika prezidenti Donald Trump bu oyning oxiri Beijingga berib, Xi Jinping bilan ko'rishishdan burun vaqtincha maxfiy tutildi ekan. Ve o Amerika'ya qaytib kelgandan keyin e'lon qilinishi mumkin ekan. Reuters'ning xabarida. Tayvan Mudofaa Ministrligi Reuters agentligiga qurol setib olish plani bo'yicha Amerika bilan dastlabki moslashtirish xizmatlarining tamomlanganligini, Amerika tarafining setib olish turlari va yetkazib berish vaqt jadvalini ta'minlaganligini bildirgan. Asosiy jihatdan nurg'un ishlarning tayyorlanib bo'lganligini, tamomlanganligini bildirgan. Aqsaray bo'lsa Trumpning 31 martdan 2 aprelgacha Xitoyga ziyoratga berib Xi Jinping bilan ko'rishdiganligini bildirgan bo'lsa-mu, Xitoy tarafi buni jazmlashtirmagan. Bundan sırt Amerika Maliye Ministerligi ve Amerika Savdo Vakili işxanası Maliye Ministeri Besent bilen Savdo Vakili Jameson Girer'nin 15-16 Mart günleri Paris'de Xitoy muavin baş ministeri He Lifeng bilen ko'rishdiganligini e'lon qilgan. Yani ertə gün 2 gün 15-16 Mart günleri Paris'de ko'rishdiganligini e'lon qilgan. Kuzatuvchilar bu o'rinlashtirishlarning ay oxiridagi Trump Xi Jinping uchrashishi uchun yo'l echish ekanligini bildirishmoqda. Albatta, prezidentlar ko'rishishdan burun bu turdagi ko'rishishlar oldin ola boshqa ministerlar tomonidan ko'rishilib, prezidentlarning ikki davlat rahbarining raisininki uchrashishidan burun nurg'un ba'zi masalalarni deyishib oldigan masala. Amerika hükümeti buldur dekabrda Tayvanga, hammamizga ma'lum bo'lgandek, qimmati
11 milyarddan artıq 11 milyarddan köprək dollarga yetadigan tarixdagi eng zo'r so'mliq qoral yaraq setib berish qararini tasdiqlagan edi. Ya'ni bultur dekabrda. Endi bo'lsa o'tgan yilgi tarixdagi eng yuqori so'mliq deb qaralgan edi. Ammo hozir deyilayotgan masala 14 milyard dollarga yetadigan. Unima besib tushadigan darajada bir savdoninki amalga oshirganligi. Buni albatta Trumpninki Xitoy ziyaratidan keyin texnik tafsiliy holatda o'tirg'a chiqadi albatta. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, Xitoyning atalmış Millatlar İttifaqligi qonuni xalqarada kuchlik g'ulg'uli qo'zg'adi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, numussiz tajovuzchi Xitoyninki bu qatim bu yig'inda Xitoyning 14-navbatlik mamlakatlar xalq qurultiyi, Xitoy xalq qurultiyi 4-yig'inda dunyoga ko'rsatgan bu ko'rinishlar butun dunyoda noyati kuchli g'ulg'uli qo'zg'adi. Hozirgacha to'xtamay mayli xalqaro axborotlarda bo'lsin, mayli shu chet eldagi faoliyat qilayotgan nurg'un kishilik huquq tashkilotlari, hatto Sharq Turkiston tashkilotlari hammasi bu yerda tilga ilingan bu atalmış qonunga jiddiy kuchli shaklda inkas bildiryapti. Bunu sizlar yana shu o'zining qilayotgan jinoyatlarini qonunlashtirish uchun cho'ng bir qadam tashlaganligini ko'ryapmiz bu holatlardan. Shu ko'rinishlarning Xitoy rejimi bir necha kun ilgari atalmış Millatlar İttifaqligini Millatlar İttifaqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunini tasdiqlagandan keyin xalqaro jamiyatda kuchlik g'ulg'uli qo'zg'adi. Dunyodagi butkul nufuzli taratqular bu haqda bas-basda xabar e'lon qilganda sirt inson huquqlari tashkilotlari, siyosiy yo'llar, faoliyatchilar buningga kuchlik inkas qaytirdi. Chunki Xitoyning qilayotgan jinoyatlarini bugun yani uçar qushlardan tatib bilib bo'ldi desak oshirayotgan bo'lmaymiz. Shunda bir kayfiyat turayotgan vaqtida bu numusida yani qilchilik inson tabiati qolmaganligi uchun buni 360 gradus o'riblam bunda sunalaydi dunyoga. Oldin qapta boshlanib bu hafta oyoqlashgan Xitoyning 14-navbatlik mamlakatlik xalq qurultiyi 4-yig'inda assimilyatsiya va bostirishni texnik kuchaytirish maqsad qilingan atalmış Millatlar İttifaqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni o'tirib qo'yilib 13 mart rasmiy ma'qullangan. Analizchilar mazkur qonunning asosliq Uyg'ur, Tibet qatorliq millatlarni nishonlaganligini ta'kidlayotgan bo'lib, bir necha kundan buyon BBC, Reuters agentligi, Birlashma xabar agentligi, Fransiya agentligi, Muhofizachi gazeti, Germaniya ovozi qatorliq xalqarodagi nufuzli axborot organlarida muhim kun tartibga aylandi. Çünkü bir yerde asaslı Xitay to'xtamay 56 millat obudayotgan bilan ularning ko'pinchisini allaburun Xitay jamiyatining ichiga, Xitay millatining ichiga assimilyatsiya qilib singdirib bo'ldi yani. Uning mavjudiyati qolmadi. Asosliq mesela Uyg'ur, Tibet, Mo'ng'ul bir qism ham deb Xitoyning ichida qolgan. Yani Xitoy bilan tirikishayotgan, o'zini saqlab qolish uchun tirishayotgan milletler bu hamdi. Bununla merkezleşkenliği enakta bu atalmış kanununki. Atalmış Millatlar İttifaqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunida Xitoychidan boshqa tillarning o'rnini texnik tövelletish, Xitoychini to'liq umumlashtirish, Xitoylarni boshqa millatlar bilan to'y qilishga rag'batlantirish, millatlar aro to'y qilishga qarshi har qanday harakatni qattiq cheklash, Millatlar İttifaqligiga buzg'unchilik qilish deb qaralgan har qanday ish harakatlarni cheklash, atalmış qaloq urf-odatlarni o'zgartirish qatorliqlar ta'kidlangan. Numussiz tajovuzchilar, sen bunu emniyette, mayli Sharq Turkistonda bo'lsin, Tibet'te bo'lsin, hamma yerda emniyette ijro qilyapsa buni. Yillardan buyon nurg'un dokumentlarda xalqimizning ko'ringan shu nurg'un ko'rinishlardimi, bichora xalqimizning qanday ig'ir xo'rlanayotganligini yillardan buyon ko'rib kelyapmiz. Buni hozir qonuniy asosga qonun bilan texnik kuchaytirib, manda safsatni o'tirib qo'yib, numussizlarcha texnik kuchli assimilyatsiya qilish qadamini oldi Xitoy. Birleşken Devletler Teşkilatı İnsan Hakları Ali Komissarı işxanası olsa 13 Mart bu kanun ma'qullandı. 13 Mart eksi hesabındaki yazması da Ali Komissar Volker Türk'ün
Xitoy Xalq qurultayida ma'qullangan atalmış Millatlar İttifaqlığı qonunidan andisha qilayotganligini, chunki uningda assimilyatsiya siyosatini qonuniy shaklda kuchaytirish xavfi borligini, oz sonli millatlar tilidagi ma'arifni va din, madaniyat erkinligini cheklaydiganligini bildirdi. Amerika Avam Palatasining Xitoy ishlari alohida komitetimi o'xshash kunda ifoda bildirib, Xitoy o'tirg'a chiqargan atalmış Millatlar İttifaqlığı qonunining amaliyotda kunsiri kuchayotgan 1984 romanidagi Orwellchi Xitoylashtirish harakatining bir niqobi ekanligini ta'kidladi. Amerika Avam Palatasi Xitoy ishlari alohida komitetimi. Ya bunun boshqa bir shaklda ifodalanishi mumkin emas-ki yani. O'ylab qo'ying. Va buni dunyoga numussiz Xitoyning butun mushu yollanma tor ijtimoiy uchur vositalaridagi Xitoyning yollanmalarining hambaharlagan uchurlari qarab boqadigan bo'lsak, g'arb degan mushunda millatlarni assimilyatsiya qilib, g'arbda bunda g'arbmi qilinmagan ishni qilyapmiz deb numussizlarcha buni tashviqot qilyapti. Ko'rdingmi Xitoy degan mandaq o'rnak. Har xil mushu farpur kiyimlarni bu yig'inda tunishtirdiq, teatr o'ynadi Xitoy hamda. Her milletin özünü kiyim aldın ala yasap tayyorlangan kiyimlerdi. Muşunda erkinlik verip hemmesi özünün milletini saklap gelip Xitoydek muşunda çoğun mıgmıg iştinin kurtudek milletinin içinde mala asimile bulup ketmey özünün muşunda milli kültürünü, medeniyetini saklap mıyla yaşayatıdı. Xitoy muşlar mıyla erkinlik veriyordu. Numussuzlarca tiyatro oynadı. Hatta kurultaya katnaşkan vekillerinin bazısının halkaralık muhbirler so'rabdi ki mesela Xitoyning mazliqini oshkorlab qo'ygan ifodalar bor hamda zonglik qilgandek bunma amaliyot hech bir zaman kiyolmayman na xizmatimda na turmushimda hamma shundan zo'rlab kiygizib qo'ydi buni degan ifodalar bor. Xitoy bu qonunni ma'qullashdan ilgari Sharq Turkistonda Xitoychadan boshqa til yoziqni cheklash xuddi yangidan yo'l qo'ygan qarab boshlang'ich yaslidagi bolalarimiz o'zining tilida okuyamaydı, ne sözleyemaydı. Bu televizyonu çekleş, ösmürlerini ailesinden ayırıp mecburi asimilyasiya kılıp Xitoylashtirish, Uyghur kız ayollarını Xitoylar bilan to'y qilishga mecburlash, Uyg'urlarning an'anaviy urf odatlarini, diniy e'tiqodini umumyuzlik cheklash qatorliq jinoyatlarni yillardan buyon qattiq ijro qilib kelayotganligini hammamiz bilamiz. Dunyo biladi buni. Növbetdə bu cinayətlərə rəsmi yo'sinda qonuniy niqob kiydirilishi xalqaroning alohida diqqatini qo'zg'amoqda, qadrli ko'ruvchilarimiz. Buni biz bu Xitoyninki bu yig'inda olgan qonunlashtirgan bu qonuni haqida strategiya mutaxassisi doktor Erkin Akram bilan suhbat o'tkazamiz, qadrli ko'ruvchilarimiz. Agar doktor kirgan bo'lsa, suhbatimizni boshlasak. Assalamu alaikum. Ve aleyküm selam. Doktor aldı bilen köpten köp rahmet etimiz ziyaretimizi kabul kılganlığınız için. Sizlerning davetinglar uchun men ko'p rahmat aytaman. Köp rahmet. Doktor hamda aldı bilen bu şu Xitoyninki bu qatimliq 14-nji navbatlik 4-nji umumiy yig'inida yillardan buyon Xitoy tajovuzchilari vatanimiz Sharq Turkiston, Tibet yani bu yerlerde to'xtovsiz icra qilayotgan jinoyatlarni rasmiy qonuniy asosga ega qilgan shaklda bu 12 mart atalmış Millatlar İttifaqlığı taraqqiyotini ilgari surish qonuni degan bu nimaning ostida ma'qullagan bo'ldi. Albatta bu xabar chiqishi hamon butun dunyodagi nufuzli axborotlar buningga bo'lgan inkosini kishilik huquq jamiyatlari, inson haqlari jamiyatlari hammasi bunu bo'lgan andisini bildirdi hamda. Xitoyning amaliyotda qilayotgan jinoyatlar dunyoga mashhur bo'lganligi uchun. Aldı bilan mush qatimqi yig'indagi ko'rinishlar ham bu qonunning ichida tilga olingan bu safsatalar bular haqida bir fikringizni olgan bo'lsak. Budaqa yig'in hamda asosan shu Xi Jinpingningki Xitoyni texnik kuchlantirman, jonlantirman deb iqtisod jihatdan bo'libmi texnologiya jihatda bir ahamiyat bergan bir 15 yıllık planını ötküzüş hem de bu Xi Jinping'in yüzündeki bir hizmeti de gözetmekçi. Hem de bu yerde mavu 4. qitim yani reislikке sayılış için
bir tayyorlik yig'inma hisob qilib bo'ldi. Yana bir yig'inda o'ma iniq bo'ladi. Agarda shu o'ziniki izbosarni tanlamagan bo'lsa, demakki o'zi shu kelar yildagi 4-chi qitim raislikka yana o'zini o'rin qo'ydigandek turdi hozir qaragan chog'da. Ikkinchi bir muhim ish bo'lsa, hozir siz degandek shu Milliy ittifoq taraqqiyot qildirish qonuni. Bu qonun aslında 2023'lerde 11. aylarda bunu tilga ilişki başlayan şunda bir kanunni oturup koymasak olmaydı da. Buna başta şu nimeler tadqiqotchilar, şu nime ma'lumlar, maktabdagi ma'lumlar tilga olgan. Ondan keyin bu 2024'ten itibaren bunu tilga ilişki başladı. 2025'te bulupma şu Xitay'nınki siyasi büro a'zosining yig'inida Xi Jinping bevos şu qonunni cho'qim chiqarish lozim degandan keyin buni tezlashtirishga boshladi. Hamda bu Xitoy Milliy ishlari komitesi deymiz bo'lgan Mingwei deydigan ya. Hamda bu nima xalq qurultay daimi a'zoligi buni tezlashtirishga tirishdi. Bu kanunni chiqarishninki bir arka ko'rinish, ya'ni o'ttirg'i deyilmagan ko'rinish hamda shu 2018-2022gacha Sharq Turkiston Uyg'ur masalasi xalqaroda qattiq tonilib bilinib ketdi. Va Xitoyning Sharq Turkistonda ilib borgan bu zulmni, bu insoniyatga qarshi jinoyat va irqiy qirg'inchilik siyosatini ilib bordi degan xulosa yoki bu aniqlashni qo'ydi. Xitoy buningdan pek bir aram bo'ldi. Chunki Xitoyninki inovati, obrazi hammasi bozuldi. Shuning bu Uyg'urlarga qarta ilib borgan bu lager siyosati, ya'ni Uyg'urlarninki sarxillarni pokizlab yo'qotish siyosatini bir yergacha bir g'alb qilali demdi. Çünkü hem köpü türmede hazır o Uygurlarning sarxillari. Hazır qilib qolgan bunda o'rta sinf bundaqlaba ularni hamda hozirgi ilib borgan siyosatdek bu xitoylashtirish, Xitoy kimlikni tengish, din jadal jadda bularni ojizlashtirish, buni hamda qonun xohlagancha bisim ishlatgan vaqtida chet elda yine inkazlar kelmasunda buni qonunlaştırışga tirishiyotdi. Ama qonunlashtirilgan vaqtida birincisi Xitoyninki asos qonunga xilof bo'lmaslik lozim. Ikkinchisi bu avtonom rayon qonuniga xilof bo'lmaslik lozim. Ama Xitoy shundoq diqqat qilgan taqdirdami, mayli asos qonunninki ba'zi moddalari bor. Misolga diniy erkinlik 36-moddada. Bununla xilof ibadeler var hozirgi bu Milliy ittifoq taraqqiy qildirish qonunida. Hem de bu til, misolga bu avtonom rayonlardagi xalq o'ziniki tilini ishlatalaydi. Hatto o'zining tili bilan arz qilalaydi, sudda o'zining tili bilan javob beralaydi. Bo'lsa shu yerli xalqni o'qiyalaydigan til bilan faoliyat qiladi deydigan gaplar var. Bunda bir gap yok. Hemminglar putunğa ügünsizler, hemminglar devlet tilini ügünsizler de. Devlet tili deyotgan devlet Xitoy tilidir. Devlet deyotgan mı Xitoyning devletidir. Shuningga bu devlet tili Xitoycha bo'lg'achqa sen xalqlar Xitoycha ügünsizler deb, o chiroyli gapni devlet tili deb chiroyli bir gapni deb aslında bu xalqni assimila qilishninki bir kanunlaştırış. Bir yerde mağrib cetten, kimlik cetten, yani Cumhuriyet milleti degan kimlik cette, hamma cette bir bisim var, bir mecburiyet var. Bu kanun içki bir kanun, yani Xitoyning ichida ishlaydigan bir kanun. O yetmegandek chegaradan atlab chet elda mushundaq Xitoyninki Milliy ittifoqni amallashtirish va bunga qarshi chiqqanlarga jazo berish davdi. Ya'ni qo'lini chet elga uzityapti-da. Chunki ichki qonunlar chet elda ishlamaydi.
chet eldə xalqaro qonunlar ishlaydi. Hamma davlatning ichki qonuni bor. Xitoy bu ichki qonun bilan chet eldagi bu Uyg'urlarla emas, hamda Tibetlar, Mo'ng'ullar, boshqa millatlarga bisim ishlatadigan bir qonuniy asbobni tayyor qilib olgan gap. Bu 2023dan 2026gacha muzokara qilish bosqichi bilan 3 qitim muzokara talash tortishninki oxirisida mujna bir qonunni o'tirib qo'ygan bo'ldi. Xo'sh. Xo'sh. Doktor, haqiqatan deganingizdek hamda siz abay tilg'ilib o'tgandek, masalan, bu yangi chiqqan ma'qullangan bu qonun Xitoyning o'zining davlat qonuniga va bu atalmış avtonom rayondagi ichki qonunga xilof bo'lmasligi kerak dedingiz ham. Bu tilga ilingan masalan bu yerdagi bu qadimgi qonunning ichi tilga ilingan so'zlar masalan boshqa tillarning o'rnini texmi tövelletish Xitoychadan boshqa tillarniki. Xitoychani to'liq umumlashtirish, Xitoylarni boshqa millatlar bilan to'y qilishga rag'batlantirish, millatlar aro to'y qilishga qarshi har qanday harakatni qattiq cheklash, millatlar ittifoqligi buzg'unchilik qilish deb qaralgan har qanday harakatlarni cheklash, atalmış qaloq o'rib odatlarni o'zgartirish qatorliqlar ta'kidlangan hamda. Bu ameliyatda siz tilga oldingiz mesela. Bizning yasli bolalardan tortib bu yillardan beri davatimiz. Vatanimizda o'zining ona tilini yaslidan boshlab mahrum qo'yotdi. Maktabda kichik bolalarni o'zaro o'tirsa, ameliyatda o'sha avtonom rayon atalmış qonunning ichida u bu deb degandek qog'ozning ustida qonunlar bo'lgan bilan yillardan beri hech qaysi ijro qilinmagan qonunlar bo'ldi. Buning ustiga texnik kelib, hatto shu e'lon qilingandan keyin Xitoyning to'r ishchilari nurg'un ijtimoiy ustida paylaşgan narsalarga qarasangiz, bu shu dunyo mag'lub bo'lgan shunda ko'p millatni Xitoydan boshqa kishilar bularga erkinlik bermaydi dunyoda. Dunyoda mazlum, zulm chekayotgan millatlarning suratlari bilan Sharq Turkistondagi usul o'ynayotgan insonning suratlarini birga chiqarib, hatto shu Tibet tilini, hatto Tibetlar ham emas, Tibetning bolalari Xitoylarmi o'g'indi Xitoyning bolalari deb shu videolar deganni to'xtamay ham barlab pulusini chiqarib, pulning ustidagi Uyg'urcha, Tibetcha xatlarni qilib, qarab baqa bizning davlatning pulimizdan shunday millatlarni shunday erkin, mushlarga hurmatdan biz shunday qilyapmiz. Dunyoda buning misoli bormi deb Xitoy buni ijtimoiy fikr vositalardan eksga o'xshash yerda hambarlab, u yerda nurg'un insonlarni qaymoqtirib o'tishi mumkin. Shunday jinoyatlarni ishlayapti hamda. Buning narini dunyoga sota oladi hamda bu safsatalarniki. Hamda bu xalqaro qonunda bir egilik huquqi bo'lgan, toprak bütünlüğü ve hakimiyeti muqim bo'lgan bir devletinin ichida bu milliy bölgünçülük yoki bölüp chiqish to'g'ri bo'lmaydi deb ko'radigan bir nima bor. Qonun bor. Hamda dunyomi shuni qabul qildi. Faqat bir narsani aniqlashtirish lozim. Sharq Turkiston, Tibet, Mo'g'uliston bular Xitoyning besib olgan yerlar. Ya'ni aslında ularning emas aslında. Ama hozir tarixten beri şu Xitoy hakimiyetininki bir parça bir bütünninki parçasıdek anlatışga tirishyotidi. Yani bu xalqaro qonundan bir oyun uslub bilan onundan foydalanishga tirishyotidi. Shuningga bu Xitoydan boshqa millatlar o'zininki zamin va to'proqlarini Xitoy besib olganligini, xalqni mustamlika holiga kelganligini va her cihetten dini, itikadi, örf, adet, tarih, özününki şu milletini köstüdüğün, şu kimlikini köstüdüğün bütün amillerini yoktuşka tırışvatkanlığını mı oturga koyuş lazım da. Misalga değil, otonomiya rayon, otonomiya kanununda 9. maddesinde şu bölgünçülerge karşı çıkış ve milletlerge ayrımcılık kılışka karşı çıkış deydi. Aslında Xitoy milleti burundan da tarihten beri xalqlarga ayrımcılık kılıdı. Ama deydi ben karşı çıkıvatımen deydi ayrımcılıkka. Ama şundaqla bölgünçülükке mi karşı çıkıvatımen. Bu madde o Milli İttifak Terakkiyat Kıldırışı Kanunu'ndaki 5. ve 6. maddesini gepler. Bu gepler chet elliklar o'qisa, milliy davlat deymiz-ku, ulus davlatninki bu ramkasidan qaraydigan bo'lsak, Xitoy bu yerda to'g'ri deyotdi.
Ama biz bu meselenin arka planını, arka görünüşünü ve ötmüşünü qaraydigan bolsak, bu ya işgal kılınıp, onundan kim men sizlarga milliy nima bölgünçülükni qilgizmayman. Men sizlarni Xitoyga qarshi bir ayrımcılık kıldıgan, kemsitiş kıldıgan, ben kırgızmayman davadıdım. Yani bu bir zoravanlık. Yani ben hem seni bisip alıman, hem seni bozak kılıman, hem seni sömürmen, hem kıynayman. Ama sen kanun, bizninki çıkargan kanunga kargan çağda sen bizge karşı çıkamaysa degen gap. Bu kanunu çıkargan çağda Şark Türkistanlıkla mavu nime Tibetler, Mongollar o bu 55 millet bağdaydı Xitaylar. Bu 55 milletten sonra baktı mı? Şu milletlerden birden avaz baktı mı? İşini mi kılmadı? Ayamen degендek esasen şu halk kurultayının daimi komitetininki çıkargan nerse. Bu nima şu Xi Jinping'ninki bir buyruğu bilen oturup çıkargan narsa. Kanun degan narsa xalqninki ovozini, vijdonini ep turib, onunga qarab xalq qurultaydagi vakillar onundan keyin buni tuzab chiqadi. Hozir bu xalqdan so'rmaylar, yuqur tarafdanlar belgilayotdi-da. Men bunda bir qonun belgiladim. Sen nima desang da, nima haqqingni desang da qilolmaysa, agar qilman desam, men qonun bilan jazolayman degan gap. Misolga o'z vaqtida 1912'de bu Manchurlar hakimiyetini ötküzvetti. Bu Yuanşikayga ötküzvetti. Yuanşikay bir hakimiyet kurdu. Yuanşikay hakimiyetini meşruiyet deymiz go, kanuni halıga ekiliş için saylam kılış lazım. Kanun çıkarmak lazım. Ama o çıkaran kanunlar Şark Türkistanlık Tibet'ten ya da Moğolistan'dan başka milletten sonra bakmadı. Hem de misalga Şark Türkistan'ın vekili bağ deydi. 2 tane Xitay bağ. Birisi şu Nanjing'de kisel olup yaşap жүрген bir Xitay, birinci hükümetinin bir Xitay. O 2 Xitay Şark Türkistanlıklarını temsil kılmaydı. Çünkü o vaxtda Xitay'ın nüfusu bütün Şark Türkistan'da %4 ve %5. %5, %95 halkını temsil kılamaydı. Yani benim demekçi boğunum, haksızlıklar yaman köp ama Xitay bir çıkırvagan bir kanun bile seni özüge bağlavadıdı. Yani ben çıkardım, sizler bizim kılamayısızlar. Mağıtımki kanunuma aşna çıktı. Misalga 1955'te otonomiya kanununu çıkargan boldu. Nime? Otonomiya tüzümünü oturup çıkargan boldu. Ama 84'lerde onundan keyin kanun çıktı. Şuna mı? Yani 1955'ten 84'gece kanunsuz başkurdu degan gap Şark Türkistan'da. Yani asas kanunga xilaf, bu kanunga xilaf, Xitay bunu bütün kanunlarga xilaf turup Şark Türkistan'da başkuruvadıdı. Maksat siyaset için hizmet kılış, Komünist Parti rejimiga hizmet kıldırış. Yani Xi Jinping'ninki kalısı da oylagan o Xitay tüzümüge hizmet kıldırış. Ama nimi bedeli bile Şark Türkistanlıklarının Xitaylaştırılış ve topraklarını Xitayga qıytütiş bedeli bile bunu ilip buyurvadıdı deb tushunsak bo'ldi. Xo'sh. Ko'p rahmat. Endi yana bir xabarimizga kelsak, uning bir sinliq videosi atmışam. Bu qatim Yaponiya bilan Xitoyninki bu shu yaqindan buyonqi yirik munosabatlarni hammamiz bilamiz. Siz bilan bir qancha qatim suhbatda bo'ldik. Endi shu Xitoyga eng yaqin bo'lgan Yaponiyaniki, Yaponiya tunji qatimliq ish bo'lganligi e'lon qilindi. Shu Xitoy qo'shni bo'lgan Kyushu oralig'i 1000 kilometrdan ko'proq masofaga ega bu Type 12 tipli boshqarilgan bombalarni o'rinlashtirib tunji qatim Xitoy tavallikidagi nishonlarga zarb berish iqtidoriga ega bo'lganligi bu hafta kuchli qo'lg'uli qo'zg'agan xabar bo'ldi. Xitoy bo'lsa har qatimqidek chichanshib buning rayon muqimligiga aslida rayonning muqimligiga eng chong tahdid qilayotgan Xitoy Yaponiyaninki bu harakatiga qattiq
narazılıqını bildirdi. Xitayning şu nurgun ijtimoiy fikir vasitlarida hatto Xitayning yollanmalarga to'g'ridagi qilayotgan. Yaponiyaga tahdid selib o'z vaqtida Amerikaning atom bombasi qilganda Yaponiya sig'inib qolgan o'xshaydi degandek Xitayning lalmalari ko'plab uchur baharladi. Bu qatimqi bu Yaponiyaning bu harakatiga qanday qaraysiz? Hem de Japonya Xitayga qartilgan siyosatda üç xil tanlash var. Birisi şu özü mustaqil ya Amerika ya Xitayga beqinmay turib özü mustaqil bir şekilde Xitay bilan munosabatni ilib berish. Ama buningki imkoni bo'lmaganligini hammamiz bilyapmiz. Chunki Xitay Japonyaga bo'lgan besim bek kuchli. Hem tarixdan misol olib turib besim ishlatyapti. Hem de bu bayağı siz degandek Xitayning bismiga qarshi Japonya inkaz bildirsa, o inkazını o sebep qilib ko'zitib ve rayonda cidel chiqaryapti, xavfsizlik ahvoli yaratyapti deydi. Hem de bu iki devletninki arasındaki münasebetler 2006 yıldan itibaren buzuluşa başlayan aslında. Eğer de texma baldur deydigan bolsak 98'de Jiang Zemin'ninki Japonya ziyareti vaqtida bu Deng Xiaoping'nin aran yasap çıkan bir diplomasi münasebetini buzuluşa başlayan. 2006'da bu iki devletinin halk tarafından birbirisiga o'chmanliklarni başladı. Onundan keyinla arlab bu iki tarafdan yani devlet halk bilan birlikte birbirisiga qarshi shunday namoyish qildigan Xitoy tarafdan texi Japonlarni o'ltirdigan shunday ahvollar yaşandı. Bu biraz qiyin hamdi. İkinci talash bo'lsa Amerikaga beqinib turib, Xitoyga taqabul turib, Xitoy bilan tijoriy munosabatni ilib berish. Üçüncüsü bo'lsa Xitoyga beqinib turib, ya'ni Xitoyninki biri beqingan davlatda bo'lib yashash. Hozirgi ahvol qaragan chog'da Japonya Amerika bilan munosabatni yaxshi tuzab turib, Xitoyga taqabul turadigan bir siyosatni tanlagandek turdi. Yani üç xil siyaset var, bunu tanlagandan keyin hamda Xitoy bilan bo'lgan munosabat tantush munosabat degan bir mesele chiqdi. Yani beqinganlik bo'lmaydi. Bu Xitoyni bek rahatsız qilyapti. Birisi Japonyaninki Xitoyga ilib borgan bu pozitsiyasi, ikincisi Amerika'nın Japonya'ni qo'llashi ve Japonya Amerika'nın Asya Tinch Okyanus siyasetini qo'llab berishi bo'ldi. Hem de Japonya burun şu İkinci Dünya Urushudan keyin hammamiz bilgandek Amerika'nınki bismi bilan bir tinchlik asas kanun degan bir kanunu chiqargan. O kanunun 9. maddede Japonya'nınki harbiy jihatdagi her taraqqiyotni chekilgan. Misalga İkinci Dünya Urushudan evvel Japonya'da necha cho'ng shirkatlar var. Bu shirkatlar o'xshashlar qurollarni, urush parxutlarni, nurg'un narsalarni ishlab chiqara oladi. Ma o asas kanundan keyinla uni qilolmaydigan bo'lib qoldi. Onundaki nima bu tüzümning ichiga kirmaydigan bo'ldi. Va nima shu o'zininki to'proqni qo'g'day oladigan, o'zini qo'g'daydigan bir qo'shin deb qildi. Hozir hamda bumi o'zgaryapti. Hozir Japonya nurg'un shirkatlarga qurol ishlab chiqarishning ruxsatini bergan bo'ldi. Hamda bu ishlab chiqargan qurollarni chetga sotqili bo'lmadi, hozir sotqili bo'lgan bo'ldi. Hozir bu milliy armiy ismi milliy armiy deymizmi? Hozir milliy armiy bo'ldi hozir. Ondan keyin mayli havo quvvatlari bo'lsin, mayli dengiz armiylari bo'lsin, bag'an siri shu texnologiya bilan kuchlanib parxutlar, urush parxutlarni sonimi ko'payib bo'lyapti. Bu xil harbiy jihatda, mudofaa jihatdagi kuchlanishi u Xitoyni bearam qilyapti. Shuni yig'ib kelgan chog'da bu ikki davlatning orasida bo'libmi maqatimki saylamda bu Japonya'nın 10'cular saylanıp qilishi Xitoyni texma bearam qildi. Hem de bu küçük bir misal, bu yeni saylangan hakimiyette Uygur asli bo'lgan bir tashqi ishlar muavin ministri var.
Xoş. Xitay bununla texmi xapada. Elbette. Şununla bu iki devletninki arasındaki bu ziddiyetler xeyli bir mezgilgacha davom qilgandek turdi. Misolga deylik, maqadim Xitoy Japoniyaga jiq besim ishlatdi. İşletken siri hakimiyetini qo'llaydi. Mavu ray sinashninki raqami bo'libmi maqatimki bosh ministerga bergan nima %70'den yuqori qo'llashichi. Xoş. Shuningga bu bir mezgilgacha bundaq Japoniyani bo'za qilolmaydigan bir ahvol paydo bo'lyotidi. Japoniyami Xitoyga taqabul turadigan bir qarorliqmi bor bu yerda. Faqat bir narsani unutmaslik lozim. Japoniyada Japon kommunistlar bor. Japoniyada Japon solchilar bor. Bularninki partiyalar xili ko'p. Ondan keyin bu liberalist deydigan, ya'ni o'ngchi solchi emas, o'ttirda turib hamma tarafni tanqid qiladigan xalqlarmi bor Japoniyada. Demokratiya bir tuzum bo'lishqa. Shuningga bu hozir o'ngchilar kuchli bo'lgan taqdirdami, boya degan asos qonunning 9-moddani hammani o'zgartirib o'tishmi o'ngay to'xtamayotdi. 2000 yılında şu Japonya'nınki öz vaqtidagi bosh ministri bu Koizumi degan bir adam vardı. O adamdan itibaren Japonya bunda ketivermeydi. Japonya dunyoga arilish lazım. Japonya xalqaro siyosiy jihatda bir patek, iqtisod jihatda bir yo'g'on adam. Bu tamponsizlikni o'zgartirish lazım deb o'zgartish uchun bir nima strategiya bir planlanma yapılan. Onun içinde bir talep şu, yani Birleşken Devletler Teşkilatı xavfsizlik daimi azası 5 hazır. Japonya'ma bir azab buluş lazım. Ve şundakla Hindistan, Germaniya, Brezilya degan tek devletlerimi şu 5 azanın içine biz mi kırmızı Japonya olanı mı qo'llab kelgan? Yani Japonya aslında asta siyosiy jihatda, diplomasiy jihatda xalqaro sahnaga chiqishninki yo'lini izlayotdi va u yo'lga qarab mingyotdi hamda. 2000 yilda qilgan bo'lsa, hozir 2026 yil bo'lib ketdi. Bunda bir paytda Xitoy Japoniyaga qarshi har xil siyosiy jihatdan, diplomasiy jihatdan besim ishlatishni yo'lini izlaydi va qilyotdi. Hammamiz bilyapmiz. Bo'libmi Xitoyninki yana bir qilayotgan ishi hamda o'zininki yoshida bir nurg'un eskiliklar turib nima qilyotdi degan vaqtida bu Japoniyaninki bu janub tarafi, ya'ni orolninki janub taraf Okinawa degan rayonlar bor. Rayon bor, ammo nurg'un orollar bor. Bular keyin japonlashgan xalqlar bular. Kon zamanlarda, yani bu 16-17 asırlarda u yerda Kyoru degan bir devlet mi bordi, hakimiyat mi bordi. O hakimiyat Ming sulolasiga, Manchur imperiyaga tabiiy bo'lganda, biat bo'lgan. Hozir Xitoy ashlarni qo'zg'andirib qilyotdi, sizlar mustaqil bo'linglar deb. Ammo Uyg'urlar kelgan chaqda Xitoy buni demayotdi. Ondan keyin bu Japoniyaning shimol tarafi, ya'ni Hokkaido va Hokkaidoninki shimol tarafda bu kon tarixda Ainu degan bir millat bordi. Bu millatmi Japon emas, hamda hozir yaponlashdi bu. Ularnimi qo'llayotdi-da, sizlar tilinglarni unutib ketgan bo'lsanglarmi, sizlar shu nima Japoniya sizlarni assimilyatsiya qilayotgan millat deb uning tadqiqotini qilayotganga o'xshash ba'zilarini ajna qishqirtyapti-da, kuchaytyapti. Bu siyaset yalnızla Japonga emas, shu nimaga Hindistonga qarta qilyapti. Hindistonning chegara rayonida ya'ni hinduluk bo'lmagan asalliq millatlar bor. Bularni kuchaytyapti Xitoy. Ular haqida tadqiqotlarni elib beryapti. O tadqiqotning natijasiga qarab qilyapti. Ya'ni Xitoy bu mayli Japoniya bo'lsin, Hindiston bo'lsin, diplomasiy siyosiy kurashdan boshqa geopolitik kurash, ya'ni tijorat, iqtisodiyot, texnologiyadan boshqa
hozir shu davlatninki ichki ishlariga qo'l silib, aralashishga boshladi. Hamda mundaq bir ahvol chiqqanmi? Ya'ni Xitoy agarda u davlatlarning ichki ishlariga aralashsa, u davlatmi sening ichki ishlariga aralashami? Ya'ni Tibet, Uyg'ur, Mo'ng'ul, Tungan, Tibet, Manchur masalalarga qo'l soladimi? Ki bu jihatda Japoniyaninki tadqiqotlari bek ko'p hamda. Shuningga buningdan keyin ichki davlatning munosabati mush hol bilan mangdigan bo'lsa, jiriklik bosqichi davom qiladi deb o'ylayman. Xo'sh. Xo'sh. Ko'pdan ko'p rahmat. Nihoyatda atrofli holatda analiz qildingiz. Alloh razı bo'lsin. Mushaddid Tayli bey. Ko'p rahmat. Men rahmat aytaman. Rahmat sizga. Xo'sh, qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bu haftadagi xabarlarimiz mushu yerda oxirlashdi. Albatta, Xitoy tajovuzchilari vatanimiz Sharq Turkistonda va chet ellarda qilayotgan to'xtovsiz holatdagi jinoyatlarni ko'rib o'tdik. Doktor Manoyati atrofli analiz qildi. Demak, üstümüzge tushadigan vazifalarninki qanchalik ig'irligini har doim his qilishimiz kerak bu tajovuzchilarninki qilayotgan butun jinoyatlarga qarshi. Allah ömür verse aldığımızdaki hafta yana sahnemizi görüşükçe aman bu gayslar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.